sizlar bilan bugungi mavzumiz aktivitelar va ularning hayot sikli. Demak, hayot sikli deganda mavzuda on create, on start, on stop hokazolar. Metodlari intent, implicit va explicit intentlar, intent filtrlar va bundle orqali ma'lumot uzatish haqida bugun darsimizda sizlar bilan gaplashib olamiz ekan. Endi activity degan tushunchamiz bor bizada. Demak, activity bu nomi. Activity bu Android ilovasining asosiy komponentlaridan biri bo'lib, bu foydalanuvchiga ko'rinadigan interfeys, ya'ni UI deb aytiladi, ya'ni using interface degan ma'noni bildiradi. Har bir activity ekranda ma'lum bir sahifani ifodalaydi. Masalan, bitta activity kirish oynasi. Misol uchun login yoki bo'lmasam asosiy sahifa, main screen yoki bosh sahifa degan nimalarni ishlatish mumkin. Mana aktivitelarni shunday ishlatishimiz mumkin ekan. Endi o'sha aktivitelarni o'zini har birini life cycle, ya'ni hayot faoliyati bor ekan, hayot sikli bor ekan. Ya'ni bu har bir aktivite bir necha holatlarda o'tadi. Agar Android tizimi bu holatlarni ishlatadigan bo'lsa, bu hayot sikli deb ataladi, ya'ni life cycle deb aytiladi. Endi bu yerda life cycle tushunchasi aytib o'tilgan. Ya'ni bu yerda birinchi Android ilovamiz ishga tushdi. Tasavvur qiling. Android ilovamiz ishga tushdi. Birinchi ishga tushgan vaqtida bizda shunday metodlarimiz bo'ladi. Ya'ni on create. Ya'ni o'sha on create metodi bizga hamma komponentlarni, viewlarni yuklab olishimizga yordam beradi. Keyingi qismimizda bu on start va on resume ishga tushadi. Ya'ni bu degani bizning hayot siklimiz davomida bu activity running holatiga o'tincha on create, on start, on resume, ya'ni birinchi marta programmani ustidan bosib, ya'ni ikonkani ustidan bosib ishga tushirganimizda shu holat ishga tushadi ekan, ya'ni on resume holatiga keladi ekan. Keyinchalik biza activityni o'rtasini, ya'ni o'rtada knopkasi bo'ladi-ku, shuni bosib chiqadigan bo'lsak, bizada on pause, on stop degan jarayonlar tushadi ekan. On pause hamda on stop. Keyin uni biza nima qilamiz? Yana ichine giradigan bo'lsak, ya'ni programmani ichine giradigan bo'lsak, darhol on restartdan on startga keladi, keyin on resume tushadi. Keyin biza programmani nazad knopkasini bosib ketadigan bo'lsak, on pause, on stop hamda on destroy degan nimalar, funksiyalar bizada ishga tushadi ekan. Demak, yana shuni bir misollarda ko'ramiz degan bo'lsak, misol uchun bizada telefon yonib turibdi va yana bu yerga pasa nima yozamiz? Logcat yozib turibdi. Va buni running qilaman. Androidda running qilaman.
Lochinbek, savollaringiz bormi? Assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum. Qaysi dasturlash tilida ishlatib turibsizmi? Shuni bilajak edim hozir. Xo'sh, siz qachon kelyapsiz darsga, Lochinbek? Bu Hozir girdimi? 3-pora ma'ruza bu. Dars chaqirang. Biz o'sha boshdan qaysi dasturlash tilida o'tishimizni aytib o'tdik-ku. To'g'rimi? Videolar ko'rib turibmisiz? Modalar qo'yilgan. Shu hozir bir so'rab turolmadim. Java dasturlash tilida o'tib turibmiz. Rahmat domla. Shunda banda dasturlashda kodni yozaverasiz, bon tarafda telefonni ekranda chiqaradi-ku u Xo'sh, shuni sozlamalarni, videolarni hammasini tashlab qo'yibman. Nerda olasizmi? Gruppaga tashladim. Gruppani bir o'qib chiqsangiz, shu yerda ko'rsatib berilgan batafsil. Android Studioni o'rnatish, ishlab tushirish dasturini. Ularni ko'rsatib beraman. Rahmat. Rahmat. Boshqa savol yo'qmi? Demak, dastur ishga tushdi bizda. Dastur ishga tushganidan keyin bu yerdagi logga e'tibor beramiz. Xo'sh. Bizda bu yerda on resume, on start, on pause. Xo'sh. Ana shunda tag ishlamay turibdi. Nima ishlamadi ekan? Main activity degan tag ishlashi kerak edi. Quyigacha tag ishlashi kerak edi. Log'larni o'zi ishlamaydi boshida. Nimacha ishlasa kerak. Hozir mashina ko'ramiz. Tag main activity. Yana qarang. Boshdan ko'rib chiqamiz. Endi hozir dasturni nima qilamiz? Bu yerda intent projectdan nima bo'ladi? Yo'q, emasmadi. Mening Android ilovam deganni xato chiqman. Qarang, birinchi programma ochilgan vaqtimda on create tushdi. Keyin on start hamda on resume degan tushdi. Ya'ni buni ishlab chiqartibman. Har birina shundagi metodlarni birinchimda on create turibdi, to'g'rimi? On create log yozib ketyapman. On create ekanini bildirish uchun. Keyin pastda bu yerda on start, on resume degan metodlarni chaqirtiribman. On start, on resume, keyin on pause, on stop, on destroy deganlarni ham chaqirtiribman va pastda on restart degan nimani ham chaqirdim. Endi qarang. Hozir men programmani nima qilaman? O'rtasidagi knopkani bosaman. Bosdim. Qarang, nol chiqdi endi. On pause hamda on stop chiqdi. Endi men programmani boshidan ishga tushiraman. Nechati? On restart, on start, on resume tushdi. Endi nazar knopkasini bosaman. Ya'ni bu yerda on pause, on stop, on destroy degani. Ya'ni on destroy degani bu activity faoliyatini to'xtatdi degani. Ya'ni mana shu destroy qachon chiqadi? Activity faoliyatini to'xtatdi. Endi shu yerda bosadigan bo'lsak, hali kechda turibdi va buni close olatidan bo'lsam, bu yerda hamma proses nima qiladi? To'xtaydi. Va yana boshdan yana machadan bo'lsam shatadi. Yana on create, on start, on resume bilan nima qiladi? Bizning life cycle'imiz ishga tushib ketadi. Ya'ni bu nima deyapman? Bu yerda har bir life cycle metodi ichida qandaydir bir action yozishingiz mumkin. Sadece o'zingizni bir logikangizni yozib ketishingiz mumkin. Masalan, on create'da biz yozamiz knopkalar, find view by id berib, boshqa nimalarni beramiz. Demak, on startda ham, on resume'da ham qandaydir bir jarayonni shunda berib ketsak bo'ladi ekan. Hattoki on destroy'da ham, on pause, on stop, on destroy hamda on restart metodlari ichida ham qandaydir bir hodisalarni
biz o'zlarimizga kerakli bo'lgan hodisa va logikalarni shuni ichida yozib ketsak bo'ladi, ya'ni metodlarning ichida. Ya'ni bu yerda yana birinchi chetdan o'tib ketamiz. OnCreate bu main activity yaratilganda chaqiriladi. Ya'ni UI ni yaratishi, ya'ni layout inflate bo'lish orqali viewlarni topish uchun chaqiriladi. Gösterilgan. OnStart bu metod UI interface'ga, ya'ni userga birinchi marta visible bo'lganda chaqiriladi. Ya'ni visible degan ko'ringanda chaqiriladi. Masalan, UI qo'llaganda animatsiyalar, load animatsiyalarni start qilinadi. Ya'ni shu yerda animatsiyalarni deydi, shu OnStart ichida nima qilib ketamiz, ishlatib ketamiz. Masalan, qandaydir bir animatsiya holatida interface ochilayotgan holatda OnStartda ishlatsak bo'ladi. Bu metod activity'ni user bilan birinchi aloqa boshlangandayoq chaqiriladi va qachonki activity foreground ishga tushganiga qadar, ya'ni foreground degani, ya'ni orqa fon, ya'ni o'rtani bosib ketdik-ku shunda qadar shu bosqichda bo'ladi. Bunda berilgan listenerlar servizga registratsiyalar qilinadi. Ya'ni servis degan tushunchamiz bor, ularni o'tamiz hali. Ya'ni orqa fonda muzikalar yetib turishi va hokazo shunday narsalar. OnPause bundan user activity'da turgan vaqtda unga qo'ng'iroqlar bo'lib, activity ikkinchi darajada bo'lib qolganda chaqiriladi. Bu bosqichda screenda saqlanishi kerak bo'lgan datalarni saqlash va servislarni stop qilish uchun chaqiriladi. Degan onStop bu user application'ni foregroundga tushirgan paytda uni activity user uchun invisible bo'lgan holatda chaqiriladi, ya'ni ko'rinmagan holatda chaqiriladi. Asosan bu metod animatsiyalarni stop qilish uchun chaqiriladi. Nova sferada qilishlarimizni ham yana tushuntirib berilgan. Ya'ni bunda OnDestroy user activity'ni stackdan to'liq tozalab boshqa activity'ga o'tganda yoki appni kill qilib ishlatganda bu OnDestroy ishga tushadi. Ya'ni nazar qilib chiqib ketdik o'sha narsa. Endi OnRestart activity'ga OnStop'ga tushib, OnDestroy'ga tushmagan holda, ya'ni OnDestroy tushmagan holda, ya'ni ko'rdik-ku. OnDestroy tushmaydi deb o'rtani bosib chiqib ketdikdan yana boshqadan girdik. Aslida OnRestart ishga tushadi. Keyin bu yerda yana bir narsa bor, OnSave Instance State degan narsa bor. Bu narsalar qachon kerak bo'ladi? Bizning Android ilovamiz bilamiz. Ikki xil rejimda bo'ladi. Birinchisi portrait rejim, ikkinchisi landscape rejim. Portrait rejim degani bu programmamizni quyidagicha ko'rinishi. Landscape rejim esa bu nimamizni yotiq holatda ishlatilishi, ya'ni bu landscape rejim deb aytiladi. Endi qarang, logikatga e'tibor beramiz. Tozalab beraman. Logikatni nima qilsam, ishlatadigan bo'lsam. Xo'sh. Men programmani ochib ketib turing. Xo'sh, baland qilib holatına geldik. Demek qaraymiz. Bu holatda hozir biza buni stop qilib turamiz. Jarayonni yana qana ko'rindi. Endi o'zi yonimga keldik. Endi biza dasturni ishga tushiramiz shuni. OnCreate, OnStart, OnResume. Ya'ni shunda o'zi telefonimni shunday qiling. Misol uchun orientatsiyani nima qilaman? O'g'layman, o'ylantiraman. Qarang. Sirazi nimaga o'tdi endi bu? OnStop, OnPause, OnStop, OnDestroy'ni ham ishlatib berdi va yana OnCreate, OnStart, OnResume. Ya'ni telefonimiz portrait rejimdan landscape rejimga o'tgan vaqtida hamma jarayonni destroy olib borib yana boshini yaratib beradi ekan bizlar. Nimamizni, aktivityamizni boshini yaratib beradi ekan. Ana shu narsalarda, misol uchun siz nodir bir ish bajarib tursiz Android ilovangizda, masalan, qo'shish, ayirish, oddiy misol. Qo'shish, ayrib, biror hisob kitob etib tursiz, ekrandan landscape o'tirsangiz, u boshini tozalanib ketadi endi. Ana shu ma'lumotlar tozalanib ketishini oldini olishimiz uchun bizlar OnSave Instance
instance state hamda on restore instance state degan ikkita metodlardan foydalanishimiz mumkin ekan. Bunun uchun bu yerda all state put string deb turib datani yuborib beramiz ekan. Ya'ni bizani o'zgartirib turgan datalarimiz shu yerdan qo'yib yuborib beramiz ekan. Endi intentlar. Intent nima bu? Intent bu Android komponentlarini Android komponentlar, misol uchun activity, service hamda broadcast, receiver degan tushuncha bor. Activity bu bizning ishlatib o'ynaymiz. Service bu orqa fonda ishlaydigan jarayon. Ya'ni servislar misol uchun budilniklar bo'lsin uchun, to'g'rimi? Budilniklar misol uchun siz programmada tuzib qo'yasiz vaqtida keyin chiqib ketaverasiz bemalol budilnikdan. Keyin o'zini satilgan vaqtida budilnik o'zi avtomatik ishga tushadi. Bu servis deb aytiladi. Keyin broadcast receiver. Broadcast receiver degani misol uchun sizni telefoningizni zaryadga qo'yasiz, shu vaqtida nodir bir narsa yanadi, to'g'rimi? Zaryad oldi yo boshqa haqida ko'rsatib beradi. Mana shu broadcast receiver sizni telefoningizdan tashqi tarafdan nodir bir ta'sir bo'layotganda bu tinglab turadigan narsa. Endi intentlar shular bilan ishlaydigan. Intentlar ikki xil bo'ladigan. Biri explicit intent, ikkinchisi implicit intent. Ya'ni explicit intent degani aniq intent. Ya'ni aniq intentlar nima bo'ladi? Misol uchun maqsad activity yoki komponentni nomi aniq ko'rsatiladi. Masalan, bu yerda bir aktivitetdan boshqasini o'tchaymiz. Shuning uchun biz intentdan komandadan foydalanamiz. Intent, misol uchun intentdan obyekt yaratamiz, intent klassdan va shu yerda main activity o'zlarimiz joriy qilgan aktivitemizning klassini nuqtasi istaymiz va biz o'tishimiz kerak bo'lgan second activity'miz bo'ladigan bo'lsa, shu second activity'ning nomini beramiz va mana shu yerda start activity deb turib, bu yerdagi intentni shunga parametr qilib bersak, ikkinchi activity ishga tushar ekan. Endi implicit activity, implicit intent degani bu, misol uchun tasavvur qiling, siz nima qildingiz? Telefon urjaysiz. Telefon ursiz uchun shu yerda nomer yozasizdan, telefon nimani qilsangiz, quloq ketadi, to'g'rimi? Ana shu narsani bir intent deb aytiladi, datani berish. Ana shu narsalar ham implicit intent deb aytiladi. Yoki bo'lmasam email yuborish. Emailni mana shunaqa holatda email adresi yoziladi, shu vaqtda email adresi yozilib, shu datalar yuborilishini ham implicit intentda amalga oshiriladi. Endi intent filter degan narsamiz bor. Bu intent filter deganimiz bu, misol uchun, men darsda boshlanganida aytgandim, Android manifest XML degan narsamiz bor edi. Bu nereda turadi? Android ilovamizning manifest papkasi bo'ladi. O'sha manifest papkasida ichini ochib qo'ygan bo'lsak, mana bu yerda nimalar bor? Bizning qo'shgan aktivitelarimiz ro'yxati mana shu yerda chiqadi. Misol uchun, bizda yana main activity o'zi bu proyekt yaratilgan vaqtida ochiladi, to'g'rimi? Va shu ochilganidan keyin mana shu yerda main activity o'zi turadi, shu klassni oldi va mana bu yerda intent filter degan narsamiz bor. Bu intent filter degan narsamiz bu, misol uchun action va kategoriya degan narsani olib turibdi. Action degani bu prostadak main, ya'ni main degani bu nomni bildirib turibdi bu. Ya'ni bu bosh oyna degan ma'noni bildirib turibdi bu narsa. Mana bu yerda esa kategoriya launcher degani misol uchun siz biza yaratgan programmamiz shu yerda ikonka bo'lib tushib turibdi. Shu ikonkani boshqa vaqtimizda aynan mana shu activity ishga tushishini ta'minlash uchun bizlar shuni launcher deb nima qilib ketishimizga qo'yib ketishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun biz hozir yana aytdim. Bu yerda explicit intentda intent uchun boshqa bir aktivitetni ko'rsatishimiz kerak dedik, to'g'rimi? Ana endi shuni biza mudatib yozsak ham bo'ladi. Misol uchun quyidagi aktivitega ichine intent filter yozsak bo'ladi. O'zida bor ekan bu yerda. Bor ekan, intent filterni olamiz va buni chapib tashlaymiz va mana bu yerga ad beramiz. Misol uchun ikkinchi activity deb beramiz. İkinci oyna deb qo'ysak. İkinci oyna va mana buni launcherdamiz endi. Buni default deb qo'yamiz. Chunki bu asosiy ochiladigan oyna emas bu. Keyin ochiladi. Masalan, bizning komandamiz orqali ochiladi. Bu yerda endi main activity o'tamandan bu yerda misol uchun bir knopka bosilgan vaqtida o'tishi kerak edi, to'g'rimi? Bir knopka bosilganda o'tishi uchun endi bu yerda yana intent yaratilib turibdi va mana bu yerda second activity nima yozilgan, ya'ni ko'rsatganning explicit intent degan narsa, to'g'rimi? Ishora ben eminim narsa yozishim mumkin. Misol uchun buni o'chirib tashlaymanmi?
o'chirsam, bu yerda action yozishimiz ham mumkin ekan. Ya'ni action bu narsa. Mana Facebook oynamizdagi bu odi. Ya'ni mana shu o'tadigan oynamizning odini mana shu yerda berib ketsak ham bo'ladi. Ya'ni buni aytib ishlatsak ham bo'laveradi ekan. Ya'ni shu aynan shu ikkinchi oynani shu o'zimizda turgan oynadan ikkinchi oynaga o'tishimizni bu nima qiladi? Ta'minlab beradi ekan. Tushunarlimi? Endi internetdan nima kerak o'zi? Internetda aytib o'tganimning bu data yuborish uchun kerak bo'ladi. Oynadan oynaga data yozishimiz uchun kerak bo'ladi. Misol uchun bizda yana datani yuborishning ham ikki xili bor. Birinchisi internet orqali, ikkinchisi bundle. Internet orqali yuborajak bo'lsak, quyidagicha yozishimiz mumkin. Bu yerda internet put extra degani bu yuboradigan datamiz, ya'ni data qo'yib beramiz biz. Nodir bir ma'lumot qo'yib beramiz ikkinchi oynaga. Va mana shu yerda biz qandaydir bir kalit bilan yozishimiz kerak. Misol uchun, yana bu yerda username da kalit qo'ydik va age da kalit qo'ydik. Username da Ali, age da 22 deb yuboryapmiz. Va start activity intent deganni nima qilamiz? Bosib ishlatib olamiz. Yoki bo'lmasam bundle. Bundle orqali ishlatadigan bo'lsak, bu yerda bundle class orqali yaratiladi. Bundle obyekt yaratiladi va bundle o'zida ham put string, put input boolean degan narsasi bor. Ya'ni bu endi bu yerda aynan tip ko'rsatamiz intent orqali faqat put extra deb ketsak bo'ldi. Bundle desa bu yerda aynan qaysi tipni yuborayotganimizni ko'rsatishimiz kerak. Masalan, put string bo'lsa, put string, put int yoki put boolean deb ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Va mana bu yerda intentdan intentga o'tchakimizdan biri nonni yozsak ham bo'ladi. Action yozib ketsak ham bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun buni nima qilamiz? Ana yerda ikkinchi oynada turib yozib ketsak ham bo'ladi. Buni yozamiz va intent put extra dan endi bundle deb beramiz. Bundle atib beramiz va mana bu yerda start activity ni intent deb yozamiz. Ya'ni mana bu ishga tushirib ko'radigan hozir knopkam ichida birinchisi intention degan o'tdi. Intention va mana bu yerda qarang. Tushuntiraman keyin second activity'dan chap tutib olishni ham tushuntirib beraman. Misol uchun men bu yerda nima qilib qo'yibman? Button qo'yibman. Buttonni bossam ikkinchi oyna o'tishi kerak. Ya'ni ism Ali, yosh 22, talaba false deb qo'ydi. Ya'ni bu intentda nima qilib qo'ymayman dedi. Talaba yo'q deganni men yo'rmadim, faqatgina bu yerda Ali bilan age-ni berib qo'yibman. Endi buni second activity-da nima jarayon bo'lib turibdi. Second activity-da men bu yerda misol uchun intent get intent deb yozaman endi tutib olishimiz uchun. Ya'ni bu get intent deganimiz bizga data yuborildi, nedandir shuni endi tutib olyapmiz get intent deb. Endi qaysi kalit orqali yuborilyapti bu? Misol uchun bu username get string extra, ya'ni bu intent ichida bor metod. Get string extra bu zadagi username'imiz, bizada imida my activity-dagi username kalitimiz bilan bir xil narsa shu. Aşı kalit yazamiz. Va mana bu yerda int age, ya'ni intent get int extra deymiz, ya'ni integer ekanini bildiradi. Va bu yerda age, ya'ni yosh va mana bu yerda default null. Nechun bundan nol atib ketdik? Nechun intlarda default value kirdi? Chunki sonlar bilamiz, nol bo'lsa, bo'sh data bo'lib qoladigan bo'lsa, xatolik bo'lib qoladi. Integer parsatga vaqtimiz, misol uchun matn son hech qachon bo'sh bo'lib kelmaydi-ku. Bo'sh, katak bo'lib. Uni qandaydir ya 0 bo'ladi yoki son bo'lishi kerak. Shuning uchun biz uni default valuesini 0 etib beradigan bo'lsak, biz hali shu kelgan datamizni nima qiladi? Misol uchun hech qanaqa o'rtada uzilish bo'ladigan bo'lsa, shu 0 dan qiymatni beradi age. Unda shart emas, stringmi bo'sh bo'lib borsa, ham string bo'lib qolaveradi. Mana bu yerda text view degan komponent qo'yib bunda, shuna test set text atib, bu yerda o'rnatib qo'yibman. Va mana bu yerda ikki dona shishak ketdi. Endi bu bundle bundle'ni ham get atish bor. Buning uchun bundle deb bu yerda yozamiz va get intent nokta get extras deb yoziladi endi bu yerda. Va mana bu yerda bundle bo'sh bo'lmasa, ya'ni null bo'lmasa, bu yerda string name teng bundle nokta get string, ya'ni username, mana yerda age. Gördingizmi? Keyin mana bu yerda boolean is student degan narsa ham bor ekan. Ya'ni bu yerda hozir bundle'da, demak, bu yerda yuborgan ekanmiz bundle'da. Is student degan narsa yuborganmiz bu yerda. Gördingizmi? Bundle qilgan ekanmiz.
Shuning uchun buni ham tutib oldi. Endi bu yerda shularni hammasini birlashtirib, bandada buni nima qilibdi? Ishlatib turibdi. Shu orqali ko'rsatib turibdi. Demak, yana bu yerda qo'yadi. Demak, darsimiz shulardan iborat edi. Agar nima savollaringiz bo'lsa bering. Tushunmaganlaringiz bo'lsa. Xo'sh. Assalomu alaykum domla. Shahina darsa girmaydi mandabda. Nima uchun? Girmadimi yo'q? Darsni tashakkuk qiling kuni. Assalomu alaykum domla. Alaykum salom. Domla biz iltimos bor edi. Nima bor edi? Mana darsimiz zapsini modulga yuklab berasizmi? Modulga yuklab beribmi o'zi? Ko'rib Yaxshi. o'tmishsan modul? Mana yuklab qo'y. Men modulni Ha, modulni